Ana tilini bilmeslik yetersizlikdir. Abdori Muhammed Yusuf. Uyghur xalqi nihoyat uzoq tarixqa, yuksak madaniyat meroslariga sahib bo'lgan munavvar bir millatdir. O'tmishda ajdodlarimizning tili Osiyo, Afrika qit'alariga tarab, keng doirada qo'llanishga ega bo'lib kelgan edi. Misrning yerlik shivilarida Uyg'ur turk tilidagi ba'zi atalg'ular hozirmi saqlanib kelmoqda. Ajdodlarimizning arasidan yetilib chiqqan olimlarimizning millatimizning til boyligini aks ettirib, cho'ng hajmdagi qomuslarni yezib qoldirgan. Mahmud Qashqarning Turk tillar divani, Yusuf Xas Hojibning Qutadg'ubilik asarlari shuning amaliy misolidir. Bu orqali olimlarimiz Uyg'ur tilini saqlab qolish va uni targ'ib qilishda cho'ng rol o'ynagan. Chunki u vaqtlarda islom dini turkiy xalqlar orasida yangidan tarqalib, islom ahkamlarini o'rganish uchun arab va faris tillarini o'rganish havasi xalq orasida keng qanot yaygan mezgil edi. Islom dini Uyg'urlarga Iron tarafdan kirib kelgachga shu qatorda faris tilining ta'siri oz bo'lmadi. Natijada Türkiye xalqlar, cümleden Uyg'urlar o'z tilini arab va faris tillariga aralashtirib so'zlaydigan, hatto arab faris tillaridan ba'zi atalg'ularni qabul qilish natijasida o'z tilidagi shu atalg'ularni qo'llanmaydigan holatlar paydo bo'lishga o'tgan. Dal shu vaqtda bizning millatparvar danishmand buvimiz Mahmud Qashqari kishilarning arab faris tillariga berilib ketib, o'z tilini unutib ketmasligi, yana bir tarafdan boshqa xalqlarning turk Uyg'ur tilini o'rganishlariga yordamchi qo'llanma bo'lish maqsadida mazkur divonni yezib chiqadi. Bu davrda shundoq bir tushuncha bo'lib o'tganki, ayni vaqtdagi adiblarning yozgan asarlarida arab yoki faris tillari aralash bo'lmasa, u asar haqiqiy badiiy asar sifatida baholanmaydigan bo'lgan edi. Shundoq bir sharoitga amal qilmay Yusuf Xas Hojib Qutadg'ubilik nomli shonliq asarni xolis Uyg'ur tilida yozib chiqdi. Qutadg'ubilikni tadqiq qilib kelayotgan olimlar shuni aniq ifodaladiki, bu asarda turk tilidan boshqa tillardan kirgan so'zlar yo'qning o'rnida biran-saranlar uchrashib qoladi. Shu yo'nalish ta'sirida 14-asrning oxiri va 15-asrning boshlarida Mavara un-Nahrida ijodiy faoliyatlarni elib borgan Lutfi, Atoyi va Sakkoylarning g'azallarimi Uyg'ur adabiy tilida yozilgan. Demek şu devir şaraitidimi ajdodlarimiz ana tilimizni ko'z qarchug'idek qo'g'dab keldi. Buningdan taxminan 200 yil ilgari Manjular ana vatanimizni ikkinchi qatam istilo qilganda xalqimizni assimilyatsiya qilish maqsadida o'z tilini zo'rlab tingib, yezi qishloqlarda Manju tili maktablarini ochgan bo'lsa-mu, xalqimiz orasidagi vatanparvar, ilg'or fikrlik zotlar, o'limalar Uyg'ur bolalarini ularning maktablarida o'qishdan qattiq to'sib kelgan ekan. Bu amaliyotda tilimiz orqali diniy va milliy mavjudligimizni saqlab qolish qartilgan ish edi. Ajdodlarimizning irodasiga varislik qilayotgan ko'pchilik ota-onalarimiz helimi tilimizni sirtqi ta'sirlardan saqlab kelmoqda. Biz farzandlarimizning ruscha yoki arabcha yoki turkcha va yoki inglizcha bulbuldek sayrab ketganiga qarab hayajonlanib, o'zimizni xushal qilishimiz mumkin. Bolalarning bundoq so'zlashni o'rganishi nihoyat yaxshi ish. Ammo Uyg'ur tilini shundoq so'zlay olamdi? Agar shundoq bo'lsa chatoq yo'q. Ba'zi kishilar o'z ona tilini yaxshi bilib tursa-mu, xuddi o'zini shu orqali bir ko'rsatgisi kelgandek, uningdan shuhratga erishidigandek rus tilida so'zlashidi. Bu do'ramchilikning nima hojati bor ekanligi tushuniksiz. Bunday qilish amaliyotda o'z millatini, o'z tilini xo'rlaganlikdir. Qozog'iston tavasida rus tilining ta'siri bisim bo'lgan bilan ularni hech bir rus bisimdorligining ruscha so'zlashiga zo'rlamaganligim aniq. Yot elda yashab shu xalqning tilini bilmaslik uyat emas. Biroq hozir dunyoning qaysi bir yerda yashmaydi, o'z ona tilimizni bilmasligimiz ichinishliq va kelgusi avlodlarimiz oldidagi jinoyatimizdir. Qisqasi, o'z tilimizni bilmay turib, qandoqmi o'zimizni shu millat qatoriga qo'ya olamiz? Ko'p til bilish kishining bilim saviyasining yuqori bo'lishiga turtki bo'lganligi haqiqat. Albatta uni olqishlashga arziydi. Lekin boshqa tilning g'o'riga jimiqib, o'z ona tilini unutib ketish yoki uni o'rganmaslik nomussizlik va sharmandachilikdir.
Öz milletiniz ve öz tiliniz bilen fəxrlənin. Şu çağda sizning qimmatiniz boludu. Sizni başqalarmı hörmətləydi. Agar siz farzandlaringizni boshqalar tarafidan xo'rlanmasin, kamsitilmasin, hamisha beshi ustun bo'lib aziz yashasin desangiz, oilangizda sap uyg'ur so'zlashni odat qiling. Balangiz sizdan ruscha yoki arabcha yoki turkcha bir narsa so'rasa, siz javob bermang. Balam sen uyg'ur, shunga uyg'urcha gap qilgin, ondan men javob beray deng. Siz shundoq qilib ko'ring. Albatta natijasini ko'rsiz. Qozog'istondagi uyg'ur maktablari haqiqatan odamning ko'nglini xushal qildi. Hozirgi dunyoda hukumat nomidagi uyg'ur maktablari faqatla Qozog'istonda va Qirg'izistonda topildi. Qozog'istondagi uyg'urlar haqiqatan ta'laylik. Chunki Qozog'iston hukumati Qozog'istonning har qaysi joylarida uyg'urlar uchun maxsus uyg'ur maktablarini ochib bergan bo'lib, bu maktablar boshlang'ich, to'liqsiz va to'liq o'rta maktablarni o'z ichiga oldi va darsliklar xolis uyg'ur tilida o'tildi. Qozog'istondagi universitetlarda uyg'ur sinflari va uyg'ur til fakultetlari bor. Bundaq yaxshi sharoit boshqa davlatlarda topilmaydi. Allah Taala Qur'on Karimda sizlar shukr qilsanglar, texim ziyoda qilib berman deb ko'rsatgan. Demak, Qozog'istondagi uyg'ur qarindoshlarimiz Allah Taala ato qilgan bu katta ne'matning qadrini bilib, bu ne'matni o'z millatining foydasi uchun ishlatishni bilishi lozim. Allah Taala Qur'on Karimda Allah'ның qudratining alomatlaridan biri uning osmonlarni, zaminni yaratganligi, tilinglarning, ranginglarning xilma-xil bo'lishidir. Buningda har bir bilim egisi uchun haqiqatan nurg'un ibratlar bor, deydi. Demak, insonlarning tillarining o'xshash bo'lmaganligi va har bir millatning o'ziga xos til bo'lganligi Alloh taolaning go'zal san'atlaridan biri va Alloh taolaning cheksiz qudratining namoyandasidir. Allah Taala'nın güzel sənəti bolğan tilni qoğdaş, onu asraş, Allah Taala'nın sənətini hörmətləgənlikdir. Dünyada hər qandaq millət özünün tili bilan fəxrləndi və onu qoğdaşqa əhmiyyət berdi. Biz Uyğurlar nəhayət uzaq tarixqa, yüksək mədəniyyət miraslarına ega bolğan münəvvər bir xalqmiz. Ana tilimizni qoğdaş əcdadlarımızın iradəsiga varis qılğanlıqdır. Bizning Uyg'ur tilimiz hech bir zaman o'zining ahamiyatini yo'qotgan emas. Uyg'ur adabiyotining namunlaridan bo'lgan Alisher Navoiy 15-asrning 90-yillarida o'z zamonasidagi Uyg'ur tilining O'rta Osiyoning til va adabiyot sohasini kontrol qilib olgan Fors tilidan hech bir qolg'uchiligi yo'q, balki so'zlik xazinasi, ifodalash iqtidori va qo'llanish abjiligi qatorliq jihatlarda Fors tilidan afzal bir til ekanligini paket orqali isbotlash uchun Muhakamatul Lug'atayn degan shonliq asarni yozib chiqqan va butkul xalq olamga jakarlagan. Dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarning o'z ona tilini saqlab qolishi, bolalarga eng avval Uyg'ur tilini o'rgatishi intayin zarur. Millatimizga nisbatan hayot-mamot masalasidir. O'z millatining tilida so'zlashni bilmagan odam qandaqmi o'zini shu millatga mansub qila olsin, qandaqmi shu millatning da'vosini qila olsin. O'zining ona tilini bilmagan odam har qancha vatanparvarlik qilaman desmi, uni bajara olmaydi ekan. Men Saudiya Arabiston tug'ilib o'sgan vatanparvar Uyg'urdan bir qanchasini bilaman. Zodi o'zining ona tilidan, o'zining tarixidan yiroq yashagan kishilarning ichidan chiqadigan vatanparvarlar barmoq bilan sanab berguchilik oz bo'ldi ekan. O'zining ona vataniga talpingan Uyg'urlarning davosini qilgan mushu oz kishilar o'zining ota-bobolarining yurti bo'lgan ona vatanga qanchalik ixlos qilsa-mu, bu vatanni qanchalik bek so'ygan bo'lsa-mu, afsuski ular o'z millatining tilida gap qilishni yoki o'z millatining yozig'ini o'qishni bilmaganlikdan qilmoqchi bo'lganlarni qila olmay, demoqchi bo'lganlarni deya olmay kelmoqda. Bular o'z ona tilini bilmaganlik sababli ko'p qiynalmoqda. Saudiya Arabiston va Turkiya qatorliq davlatlarda ota-onasi Uyg'ur tili so'zlaydigan va farzandlariga Uyg'ur tili o'rgatilgan oilalarning bolalari o'z millati yiqimliq, o'z millatining g'amini yeydigan vafodor chiqadi ekan. Ammo o'zlari vatanparvar yoki o'lima va yoki ziyoli bo'lgan bo'lsa-mu, farzandlariga Uyg'ur tili o'rgatilmagan oilalarning bolalari o'zining asli faslini bilmaydigan, millatiga kuyimsiz bo'lib chiqadi ekan. Bular bizning ko'rgan va egillaganlarimizning bir qismi. Shunga deymizki, bir Uyg'ur agar o'zining Uyg'ur ekanligidan numus qilmaydigan, o'zining jangovar, oqko'ngil, tirishchan Uyg'ur millatiga mansub bo'lganligidan faxrlanadigan vafodor bir kishi bo'lsa, u cho'qim bolalarga Uyg'ur tilini o'rgatishi lozim.
u o'zining nom nishonisining davom qilishini xohlasa, cho'qim ballarga Uyg'ur tilini o'rgatish lozim. Mən Səudi Arabistan tug'ilgan va Səudi Arabistonda o'sib yetilgan. Hatto yaslidan boshlab toki doktorlik qadar arab tilida va arab maktablarida o'qib yetishgan nurg'unlagan turklarni bilaman. Ular turk tilini va turklarga xos adab axloqlarini qat'iy unutib qolmagan. Qisqasi, men bu yerda turkcha bilmaydigan birmi turk ko'rib baxmadim. Ammo Uyg'ur tilini bilmaydigan minglarcha Uyg'urlarni uchratdim. Bu Uyg'urlarni to'y to'kinlarda va Uyg'urlarning cho'ng so'rilarida ko'rib, Uyg'ur ekan demisangiz, sirtda ko'rganda hargizmi Uyg'ur demaysiz. Chunki ularning gap so'zi, urf-odati, kiyinishi, madaniyati, taq-turqi hargizmi Uyg'urga o'xshamaydi. Bizga eng yaqin xalq o'zbek qarindoshlarimiz ichidimi, o'zbek tilini bilmaydigan biror o'zbekni uchratmadim. Buningdan 12 yil ilgari men Makkada bir o'zbek kishining do'koniga kirgan edim. Bu arada o kishining 9 yoshlardagi bir bolasi uningga shundoq tatliq sap o'zbekchada gap qildi. Men bola qiziq qilib dadistin, "Balangiz maktabda o'qimdi, o'z tilini yaxshi bilgan" degan edim do'konchi menga. "Qarika, biz o'zbeklar uyda o'zbekcha gap beramiz, bolalar ham o'zbekcha gap beradi. Biz bolalarga uyning ichi bizning mamlakatimiz. Shuning uchun sen uyda o'zbekcha gap berasan. Uyning sirtida va maktabda qaysi tilda gap bersang, bu sening erking, deb tarbiya beramiz" degan edi. Turklarning o'z tilini qo'g'dash, o'z tilini qadrlash va o'z tili bilan faxrlanishdek esil an'anasi haqiqatan odamni qoyil qiladi. Arabcha, inglizcha, fransuzcha degandek chet el til biladigan turklarmi chet el tilini hargiz turk tilining oldiga qo'yib olmaydi. Turkcha so'zlash kerak bo'lgan yerda chet elcha gap qilish o'zini ko'rsatishni xohlamaydi. Ular chet el tili o'rganib o'z tilini unutib ketmaydi yoki yiroqlashib ketmaydi. Har vaqt o'z tilini barcha tillarning oldiga qo'ydi. Turkiyadagi madrasalardami diniy bilimlarni avval turkcha o'qitadi. Arab tilini faqat arab tili o'rganganlarga va madrasada cho'nqurlab o'qimoqchi bo'lganlarga o'rgatadi. Ishning asli mushudir. Chunki madrasa kirganlarning hammasi arab tili o'rganib diniy ilmni cho'nqurlab o'rgangili kirmaydi. Ko'plagan bolalarni ota-onasi zarur bo'lgan diniy bilimlarni, islom axloqini va halol harom masalalarini o'rganib olsin deb avatidi. Shunga amdili madrasa kirgan bolaga arab tili boshlatib qo'yganda, u bola avval o'rganishga tegishli bo'lgan muhim bilimlarni o'rganolmay qoladi. Ammo uzun muddat o'qib dinda olim bo'lish uchun madrasa kirgan bolalarning ahvoli boshqacha bo'ladi. Buni to'g'ri tushungan donishmand buvimiz Abdulqodir Domillam xalqqa dinni Uyg'ur tilida o'rgatish, madrasadagi bolalarga dastlab Uyg'ur tilida diniy darslarni o'rgatish uchun bir yurish Uyg'urcha diniy asarlarni va Uyg'urcha darsliklarni yozib bostirgan bo'lsa-mu, afsuski zolim hokimiyat bilan shu zolim hokimiyatning yantayoqlari bo'lgan jambaqarlardan nomi bilan bu yangi gulnishga qarshi chiqib Domillamga jadidchi degan qalpoqni kiygizgan va Domillamni uning yangi gulnish harakati bilan qo'shib nobud qilib etgan ekan. Vatanimizning yaqinqi zamon tarixida, xususan o'tgan asrning 80-yillardan keyin bizga qisman fursatlar kelgan bo'lsa-mu, bizda o'qitish programmasi, muntazam darslik plani bo'lmaganlikdan, amdila madrasa kirgan bolaga avval o'z tilimizda diniy savodlarni o'rgatishning o'rniga uni arab tili grammatikasiga zo'rlash orqali bu bolani zeriktirib jaq to'yg'izib etgan. Shuning bilan bola madrasadan qochishni Gunduxondan qochqandimi bek yaxshi ko'rdigan, faqat ota-onasining zo'ri bilan madrasada kun o'tkazadigan, bir qancha 10 yil madrasada o'qigan bo'lsa-mu, madrasaning to'psini yegandan boshqa hech narsa ololmay chiqadigan bo'lib qolgan. Shunga o'tmishlarda 100 talib madrasada o'qisa, ulardan bir yoki ikkisida diniy olim bo'lib chiqsa, qolganlari qursog'ida umat yo'q, eti ulug' dasturxoni quruq bo'lib chiqadi ekan. Andın ular molla atalganlıqdan kişiler məsələ sorusu bilmeymen deyişdən o'ylab, xato fatvolarni o'ttirg'a chiqarib, xalqni azdırgan ekan. Diniy bilimlarni o'z tilimizda o'rgatsak, bizga nima ziyon bo'ladi? Hamma odamning arab tili o'rganishi shartmi yoki Uyg'ur tili til emasmikan? Har millat o'zining tilini va yoziqini qadrlamasa, uni kim qadrlaydi? İnglizlar o'z tilini qattiq tashviq qilganlikdan va badal to'lab tarqatganlikdan ularning tili dunyoviy tilga aylangan va hamma millat o'rganadigan dunyoviy til bo'lib qolgan. Manjular o'zining assimilyatsiya bo'lib ketishi xavfiga ahamiyat bermaganligi va o'z tilini ko'z qarchug'isidek saqlab qololmaganlikdan ularning tili qumliq yerga singib ketgan sudaklar dunyodan g'oyib bo'lib ketdi. Til ana shundoq millatning taqdiri bilan bir tutash masaladir.
Dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur maktab madrasalarida Uyg'ur til darsligi, Sharqiy Turkiston tarixi va jug'rafiyasi degandek darsliklarni barcha darsliklarning oldiga tizish intayin zarurdir. Bu har bir muallimning va har bir ota-onaning ko'ngil bilishiga arziydigan muhim masaladir. Har bir Uyg'ur oilasida Uyg'ur tilida so'zlashish, Uyg'urcha kitoblarni o'qish, Uyg'urcha dars va tabliqlarni anglash eng oldingi talablarning biridir. Hozir majburiy dam olish munosabati bilan uylarda o'ldirish jarayonini bolalarga Uyg'urcha o'rgatish, Uyg'urcha urf-odatlarni bildirish va Uyg'ur tarixini so'zlab berish degandek fursatlarga o'zgartish har bir Uyg'urning qo'lidan keladi. Bolalarga Qur'on o'rgatish bilan Uyg'ur tilini o'rgatish va islomiy bilimlarni o'z tilimida o'rgatish nima degan yaxshi?